uzoqlashma durumlari haqida konuşuyoruz. Yo'nalma durumi ne? Yo'nalma durumi bu ya'ni yaqinlashish va holati degan ma'noda keladi va bu o'zbek tilidagi kelishiklar, ya'ni jo'nalish kelishigiga qo'shimchasi beradigan ma'noni beradi. Xo'p, qarang, o'zbek tilidagi ga jo'nalish kelishigi qo'shimchasini faqat bitta shaklini ko'rishimiz mumkin. Ga holida so'zlarga qo'shiladi. Turk tilida esa buni ikki xil shaklini ko'rib o'tamiz, ya'ni so'zlardagi unlilarga qarab. Biz siz bilan unlilar mavzusini o'tganimizda unlilarning ikkita turi borligi haqida gaplashgan edik, ya'ni unlilar qalin va enji unlilarga bo'linishi haqida ma'lumotga egasiz. Xo'p, so'zlarimiz tarkibida yoki so'zlarimiz qalin unlilar bilan tugasa, ya'ni a, i, u bilan tugasa, biz unga ya yoda a shaklini qo'llay olamiz. Buning ya deganimizning asosiy sababi, chunki agar so'zimiz unli bilan tugaydigan bo'lsa, biz unga o'zini holatidagi, ya'ni unli bilan boshlanuvchi qo'shimchani qo'sha olmaymiz va unga so'zimizning o'rtasida bitta yana orttiramiz. So'zimizning oxirgi bo'g'ini yoki so'zimiz tarkibida i, u shakllari, ya'ni enji unlilar bo'ladigan bo'lsa, biz unga yoki y shakldagi qo'shimchani qo'shamiz. Bu ham xuddi shunaqa, ya'ni so'zimizda unli bilan tugaydigan bo'lsa, unli bilan boshlanuvchi qo'shimchani qo'sha olmaymiz va o'rtada bitta y'ni orttiramiz. Har bittasiga misollarni ko'rib o'tamiz. Masalan, odaya gir, ya'ni oda bu yerda o'sha so'zimizning asosi va u unli bilan tugayapti. Unli bilan boshlanuvchi qo'shimchani qo'sha olmaganligimiz sababli o'rtada bitta y'ni orttiryapmiz. Ya'ni tarjimasi xonaga kir degan ma'noni bildiradi. Ikkinchisi kitoba bak, ya'ni kitobga qara. Bu yerda ham so'zimizning asosi kitob bo'lganligi, ya'ni bu yerda undosh bilan tugaganligi uchun unga faqatgina a qo'shimchasini o'zini qo'shdik, ya'ni kitobga qara. Bu yerda ga jo'nalish kelishigi ma'nosida kelyapti. Uchinchisida esa defteri yoz, ya'ni bu yerda daftarga yoz va bu so'zimizning asosi defter bo'lganligi uchun unga faqatgina shakldagi qo'shimchani qo'sha oldik va buni shaklini qo'shimchani qo'shganimiz sababi so'zimizdagi unlilar enji unlilar hisoblanadi. Keyingi so'zimizda esa sandalyeye o'tir. Sandalye ne edi? Sandalye bu stol degani, to'g'rimi? Ya'ni bu yerda stulga o'tir va stol so'zimiz asosan unli bilan tugaganligi uchun unga y shaklidagi qo'shimchani qo'shdik. Xo'p, siz bilan yo'nalma durumini ko'rdik, ya'ni jo'nalish kelishiga qo'shimchasi va uning ikki xil shakli borligi haqida. Şimdi sira uzoqlashma durumi, ya'ni uzoqlashish holati va bu ham o'zbek tilidagi kelishiklardan bittasiga to'g'ri keladi va bu chiqish kelishigi, ya'ni dan shaklini beradigan qo'shimcha bilan ayni ma'noda qo'llaniladi va biz o'zbek tilida dan qo'shimchasini faqatgina bitta shaklini qo'llay olamiz, ya'ni dan shakli hamma so'zlarimizga moslashib qo'shilib ketaveradi, lekin turk tilida esa buning ham ikkita dan, den va undan tashqari yana jarangsiz undoshlarimizga qarab tan va ten shakllarni ham qo'llay olamiz. Dan shakli bu ham xuddi shunday qalin unlilardan keyin keladigan bo'lsa yoki so'zimizning tarkibida qalin unli bo'ladigan bo'lsa, dan shaklini qo'llaymiz va so'zimiz enji unli bilan tugaydigan bo'lsa yoki so'zimiz tarkibida yoki o'sha so'zimiz oxiridan bitta oldingi unlimiz enji unli bilan tugaydigan bo'lsa, unga den shaklidagi qo'shimchani qo'shamiz. Hozir bu yerda gaplar bilan ko'rib o'tamiz. Masalan, chantadan kalim alıyorum. Ya'ni bu yerda so'zimizning asosi chanta bu sumka degani, chanta ya'ni sumkadan va bu yerda qalin unli bilan tugaganligi uchun unga dan shaklini qo'shdik, den emas, chunki bu yerda qalin unli bor. Xo'p, keyingi so'zimiz esa kantindan geliyorum. Kantin bu oshxona, to'g'rimi? Oshxonadan kelyapman degan so'z kantin. Bu yerda oxirgi, qarang, bu yerda asosiy e'tibor beradigan jihatingiz so'zimizda ikki xil unli bor. Ya'ni birinchi bo'g'inida qalin unli, ikkinchi bo'g'inida esa enji unli bor. Siz faqatgina oxirgi bo'g'indagi unliga e'tibor berasiz va oxirgi unlini turiga qarab qo'shimchani ham qo'shib ketasiz. Kantindan enji bo'lganligi uchun den shaklini qo'shib o'tdik. Siz bilan undoshlar mavzusini ko'rganimizda uning ham ikkita turi borligi haqida gaplashgan edik, ya'ni jarangli va jarangsiz turlari haqida. Jarangsiz undoshlarimiz ko'pgina qo'shimchalarimizni qo'shilishida o'zining asosiy ta'sirini o'tkazadi. Ya'ni fıstıkçı shahab deb bir so'z orqali siz bilan jarangsiz undoshlarni yodlab olish shaklini ham ko'rib o'tgan edik. Qarang, so'zimiz ya'ni jarangsiz undoshlar bilan tugaydi va undan oldingi unliga ham e'tiborimizni qaratamiz. So'zimiz jarangsiz undosh bilan tugasa va undan oldingi unlimiz qalin bo'ladigan bo'lsa,
biz tan shaklini qo'shamiz. Agar so'zimiz jarangsiz undoshlar bilan tugasa va undan oldingi unlilarimiz ng unli bo'ladigan bo'lsa, biz unga ten shaklini qo'shamiz. Jarangli undosh bo'ladigan bo'lsa dan va den, jarangsiz undosh bo'ladigan bo'lsa tan va ten shakllarini qo'shar ekanmiz. Masalan, sinfdan chiqyorum. Bu yerda sinf asosi va unga tan shakli qo'shilgan. Sinf, ya'ni oxirgi undoshimiz f jarangsiz va undan oldingi bitta unli qalin unli bo'lganligi uchun unga tan shaklini qo'shdik. Ikkinchi so'zimizda esa marketdan dönüyorum, ya'ni marketdan qaytyapman degan ma'noni bildiryapti bu yerda va so'zimizning asosi market va oxirgi unlimiz ng bo'lganligi uchun va undan keyingi undoshimiz esa jarangsiz bo'lganligi uchun biz unga ten shaklini qo'shdik. Hop, keyingi mavzuyimiz esa mak istemek. Hop, qarang, siz bilan turk tilida nimadir o'sha xohlashingizni yoki qayergadir o'sha borishni, nimadir qilishni, xohlashingizni qay shaklda aytishni o'rganamiz. Bu ham mak, ya'ni xohlayman degan o'sha ma'noni beruvchi qo'shimchamiz ham unlilarga qarab ikki shaklga o'zgarar ekan. Mak va mek shakllari. Demak, qalin unlilardan keyin keladigan bo'lsa yoki so'zimiz tarkibida qalin unli bo'ladigan bo'lsa, biz unga mak shaklini qo'shamiz. Agar so'zimiz ng unlilardan iborat bo'lsa yoki oxirgi bo'g'inida ng unli bo'ladigan bo'lsa, biz unga mek shaklini qo'shamiz. Mana masalan bu yerda yozilgan çalışmak istiyorum, ya'ni ishlashni xohlayman degan ma'noni bildiryapti va fe'limizdan keyin, ya'ni fe'lning asosidan keyin mak yoki mek qo'shimchasini qo'shib ketaveramiz. Çalışmak, bu yerda asosi chalish va u oxirgi unlimiz qalin bo'lganligi uchun unga mak shaklini qo'shdik. Çalışmak istiyorum ya da okumak istiyorum. Buni 4 xil shakli emas, faqat 2 xil shakli bor. U bo'ladigan bo'lsa ham unga mak shaklini qo'shamiz. Demak, o'qishni xohlayman degan ma'noda kelyapti. Keyingi so'zimiz esa getmek istiyorum. Ya'ni bu yerda endi ikkinchi shaklini ko'rib o'tamiz. Makning mek shakliga o'zgargandagi holati. Ya'ni so'zimizning bir bo'g'inli fe'limiz mavjud va uning tarkibidagi bir dona unli ham ng bo'lganligi uchun unga mek shaklini qo'shdik. Ya da gezmek istiyorum, ya'ni kezishni xohlayman va bu ham ng unli bo'lganligi uchun unga mek shaklidagi qo'shimchalarni qo'shdik. Aytib o'tganimizdek, har bitta qo'shimchamizning turi, u qanaqa qo'shimcha bo'lishidan qat'iy nazar so'zlarimizdagi unlilarga qaragan holda o'zgarishlarga uchraydi. Hop, qalin unli bo'ladigan bo'lsa, o'sha qo'shimchamiz ham qalin shaklga o'zgaradi. Agar ng bo'ladigan bo'lsa, qo'shimchalarimiz ham ng shaklga o'zgarib ketadi. Turk tilidagi asosiy jihati bu unlilarni yoki so'zlarning bir-biriga moslashishi hisoblanadi. Endi siz bilan bugungi o'sha mavzuyimizga aloqador bo'lgan holda yana bir kelimalar o'rganiyoruz. Ya'ni bu kelimalar akrabalar haqida. Akrabalar bu qarindoshlar. Ya'ni har bitta o'sha oila a'zolarimizni qanday shaklda aytilishini va yozilishini birgalikda talaffuz qilib ketamiz. Masalan, birinchisi anne. Anne, ya'ni ona degan ma'noni bildiradi. Keyingisi baba va baba ya'ni dada. Hop, abi, aka. Siz bilan unlilar mavzusini ko'rib o'tganimizda mana bu undoshimizga alohida to'xtalib o'tgan edik. Ya'ni so'zlarimizda unlilardan keyin kelsa faqat ikkita istisnodan tashqari qolgan barcha holatlarda talaffuz qilinmasligi haqida ma'lumotga egamiz. Abi, ya'ni aka. Keyingisi abla. Abla bu opa degani va uka erkak kardesh. Kardesh demoqchi bo'lsangiz, o'sha ukangiz, akangiz, opangiz hammasini nazarda tutgan bo'lasiz. Agar siz erkak kardeshim deydigan bo'lsangiz, u uka degan ma'noni bildiradi. Ya da qiz kardeshim demoqchi bo'lsangiz, singlim degan ma'noni da kelganligini ko'ramiz. Xo'p, keyingi so'zlarimiz baba anne va anne anne. Buvi ikkitasi ham bitta ma'noda keladi, ya'ni buvi degan ma'noni bildiradi va u sizning qaysi tomondan qarindosh ekanligingizga qarab. Agar u ota tarafdan sizga qarindosh bo'ladigan bo'lsa, baba anne. Agar ona tarafdan bo'ladigan bo'lsa, anne anne holida qo'llaysiz. Va undan keyingi so'zimiz teyze. Teyze bu xola, dayı, tog'a, hala, amma, amja, amaki va kuzen. Ikki xil ma'noda, amakivachcha ma'nosida ham, xolavachcha ma'nosida ham qo'llaniladi. Hop, bugun sizlar bilan demak yo'nalma durumi, uzoqlashma durumi va mak istemek fe'llarini ko'rib o'tdik. Yo'nalma durumi bu o'zbek tilidagi yo'nalish kelishiga qo'shimchasiga, uzoqlashma durumi esa
chiqish kelishiga qo'shimchasiga to'g'ri kelar ekan.